мусульманки, которые колят ботокс. Обратите, пожалуйста, внимание, дорогие сестры, вот на эту табличку и, в частности, на препарат Релатокс, очень любимый косметологами. Он в своем составе содержит желатин. Для многих, я знаю, очень важно. Многие даже не покупают сумки, например, или обувь, которая сделана из свиной кожи. Думаю, что... Bu videoni men sizga qisqa qilib tushuntirib bermoqchiman. Ekrandagi jadvalga diqqat bilan qarang. Bu jadvalda hozirgi kunda kosmetologiyada juda ham keng qo'llaniladigan botulotoksin preparatining moddalari yozilgan. Masalan, kosmetologlarimiz juda ham yaxshi ko'rib ishlatadigan Relatox preparatining tarkibida jelatin bor. Jelatin bo'lsa asosan cho'chqadan olinadi, ba'zi hollarda qoramoldan olinadi. Afsuski bu narsaga na kosmetologlarimiz, na muolaja qildirayotgan inson e'tibor beradi. Prosta bu yerda o'zimizga savol berishimiz kerak. Tanamizga nima kiritilayotganini bilamizmi o'zi? Bu narsa bizning mentalitetimizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? To'g'ri, hozirgi kunda hamma yosh bo'lib, chiroyli bo'lib yurishni yaxshi ko'radi. Lekin e'tiqodimiz bundan muhimroqmikin deb o'ylayman-da. Siz bu narsani qanchalik to'g'ri deb bilasiz? Ochig'i bu yerda fikringiz biz uchun juda ham muhim.